Vau, qaynsinglim Ominani qaranglar. -10 kilogramdan keyin qanaqangi yengil bo'lib qolgan, kiyimlari keng bo'lib, объемidan zo'r ketgan. Prям dahshat. Endi eshitinglar. Enani top lideri Murodjon bilan boshlaganimizda Ominani besi 89 kilogram edi. Hozirgi kunda kelib mana bugun o'lchadik, necha? 79 kilogram bo'ldi. Ya'ni bir oy ichida Ominadan -10 kilogram ketgan. Bizga programmani hammasini Enani top lideri Murodjon o'zlari qilib bergan. Shu uchun Ominada zo'r rezultat bo'ldi. Объемda necha santimetr ketdi? 15-20 почти. 15-20 santimetr o'sha объемdan ketgan. Bu kiyimlari hozir oversize bo'lgan uchun, lekin shunda bilinib turibdi, hozir do'pposga rasmlarni qoldiraman. Tak что, qizlarjonlar, kimda-kim Enani ichmoqchi bo'lsa mahsulotlarni bizlar bilan ishlaydigan odamligini qoldiraman. Ko'pchilik bizning videomizni olib targit yoqyapti deb ishonmanglar. To'g'ri, hammada har xil, lekin bizning programmamizda Enani top lideri Murodjon o'zlari qilib bergan uchun bizda zo'r rezultat bo'lgan. O'zimda ham ko'rgan